Assalomu alaykum barchaga. Xullas real estate video, ya'ni foyda shop bilan biz kelgan dachamizni bitta ko'rsatib o'raman. Mana shu yerlar bitta ko'rsatib o'rsangiz, o vashi bor. Basenlari xullas bu dachamizni ko'rishingiz mumkin. Tashqarisida letniy oshxonasi bor shunaqangi va oshxonasida o'tiradigan joylari ham bor. Keyin esa mashina qo'yadigan joylari bor. Buni nimaga tanishtiryapman? Xullas shunaqa bo'lar ekan. Qanchadir summaga olganimiz. Qanchaga olganligimizni videoning oxirida aytib o'raman sizlarga. Ketdik ichkariga kiramiz, lekin ichkarilari juda ham high-tech staylda qilingan. Mana ko'rishliginglar mumkin. Xullas kirasizlar, kirishinglar bilan mana shunaqangi oshxonalari kutib oladi va oshxonalarida hamma jihozlari qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi. Prям освещениyaga lekin alohida e'tibor bersak bo'ladi. Ya'ni освещенияsi boshqacha qilingan. Keyingisi esa mana shunaqangi tam ingliz tilida royal deyiladi, ya'ni tam bogатый bo'lib turib, mana shunaqangi har bitta narsalariga alohida e'tibor berilib qilingan. Keyin esa shu yerda JBL bo'lgan o'zini kolonkalari bor. Xullas shu yerda tam yaxshi narsalarni eshitib, kino ko'raman deydigan bo'lsangiz, kechqurun yomon yoqadi-yu, lekin shunaqangi keyin PlayStationlari ham bor. Endi PlayStation bilmadim. Biz uncha o'ynaymiz. Keyin o'tirib, taka yengil bosiladigan joy. Endi esa birinchi etajda bu yoqdagi hozir zimniy baseynni ko'raveramiz. Tashqarida ham bitta baseyni bor, ichkarida ham bitta baseyni bor ekan. Bitta svetini bitta yoqib qo'yamiz-da. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda ham bor. Ashi maza qilasizlar. Xullas bu yerda jinnilik boshlansa kerak insho. Keyin mana ichkarilari turetskiy tam sauna shunaqangi narsalar deyiladi. Bitta ko'rsatib olsa bo'ldi, xudo xolasa. Keyingisi esa betlar endi sanuzel tam o'shanaqa narsalar, betlar ko'rsatishimiz shart emas. Xullas vashi vibe. Ikkinchi etajga chiqamiz endi. Hozirlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz endi, ketdik. O'zi chiqishda ham taka boshqacha bo'lyapti hammasi. Ketdik. Akalar bor, joylashib o'tirib olishgan. Bitta ko'rsatib o'rasiz akalarni. Taka o'ng boshlangan o'zi. Halitdan boshlangan akalar. Ko'rsangiz bo'ladi. Xullas bu yoqda shunaqangi. Endi kichkina xonalardan boshlaymiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu kichkina xonalarida kichkinagina anolar qilinadi. Videochimiz hali yangi, o'shanga bir ikkita joy ko'rmay qolsa, muammo yo'q xudo xolasa. Ketdik. Bu yoqdagi xona. Bu ham kichkina xona chiqamiz. Oho, bu kichkina xonamiz katta xona-yu, lekin buni qilingan remontiga alohida e'tibor berishlik kerak. Ya'ni shunaqangi dizaynerlarda qilingan ishi. Ya'ni bu Atachentomi, xullas shunaqa narsa deyiladi. Kommentariyada qoldirib ketasizlar. Ketdik, keyingi xonaga kiramiz. Keyingisi tam Korolevskiy yotadigan joylari bilan. Bu yoqda odam bor ekan. Ketdik, bu yoqqa kiramiz ekan. Xullas, bu yoqimizda alohida o'zining televizori, yotadigan joyi, bu Korolevskiy 2 ta deyiladi. Ya'ni shunaqa. Bu yerda esa o'zining alohida sanuzeli bo'ladi. Ya'ni sanuzellari ham shunaqangi taka qulay bo'ladi. Xullas, hamma qulayliklari bor. Nima qolib ketgan bo'lsa, endi bu birinchi videomiz bo'lganligi uchun, xato kamchiliklarni kommentariyada yozib qoldirib ketasizlar. Dachamizni biz 2.700.000 so'm yoki 2.750.000 so'm atrofida oldik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki kimga shunaqa videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar xullas. Yarachi sog' bo'lasizlar.